Men oilamizning shuhratini ko'tarmoqchiman. Oilamizni. Nahotki shuni istamasanglar? Boshimni qotirmaymani. Shuhratingiz kerak emas menga. Kerak emas. Senga kerak emasdir. Lekin menga kerak. Men mana u tog'larning orasida nomim chiqmay o'lib ketishni xohlamayman. Ulug'norning yam-yashil ekin maydonlarini oralab borar ekansiz, nogahon mana bunday qum tepaliklarga duch kelasiz. Tarix uchun qoldirilgan ushbu tepaliklar bir paytlar bu yer qush uchsa qanoti, odam yursa oyog'i kuyadigan qum barxanlardan iborat bo'lganligini bizga eslatib turadi. Qodirjon aka o'tgan asrning ikkinchi yarmida cho'lkuvar yoshlar qatori bu yerga ko'chib kelgandi. Mutaxassis sifatida yangi tashkil topgan qishloq va mahallalarni gazlashtirishga munosib hissa qo'shdi. Qodir aka, demak o'tgan asrning oxirgi yillarida Ulug'nor tumani mana shunday qum barxanlardan iborat bo'lgan, shundaymi? Shunday, albatta. Mana viloyatimizning eng kenja rayoni bo'lgan Ulug'nor tumani 1974-yil dekabr oyida tashkil bo'lgandan keyin respublikamizning vodiyning turli rayonlaridan yosh yigitlar o'z aql farosatlari vatanni, tuproqni e'zozlash maqsadida shu yerlarni o'zlashtirish uchun oqib kela boshladi. Yillar mobaynida ushbu shunday barxanga aylangan yerlarda vodiyda emas, respublikada eng kenja rayonlardan biri. Hozirda bu yerda ko'chib kelgandagi yigitlar tug'ilgan farzandlarimiz 40-50 yoshga tegishdi. Demak, yangi avlod yetishib chiqdi. Yangi avlod yetishib, o'zini aynan ulug'norlikman deb biladigan. O'z ulug'norlikman. Meni yetimdib yildan yilga obod qilishga o'z hissalarini qo'shmoqda. Endi oldinga o'xshab biz boy uchun keldin deganlar asta murabbiyga shu ona zaminda tug'ilib o'sgan yigitlar o'z kindik qonini to'kish uchun, to'kilgan joyni obod qilish uchun jon jahdlarini qo'shishmoqda. Ilgari Ulug'norga kelganimizda hatto tuman markazida ham qish mavsumida umuman quvlab qolardi, odam qolmasdi. Endi demak o'sha paytida hammasi ketib qolardi ekan o'zlari. Abdurahmon aka to'g'ri aytdingiz. Haftani shanba bozor kuni ko'chaga chiqsangiz odam ko'rinmas. Chunki hamma rayonlardan kelgan, hamma ota-onasini ko'rgani yoki bu yerdagi ayrim mashina madaniy narsalarga yetishmasligi tufayli o'z rayonlariga ketib. Endi-chi? Mana bugun endi aksariyat ketib qolganlar kelib joy izlab ko'chib qolishmoqda. Bu degani zaminda yuksalayotgani, kundan kunga chiroy ochib borayotgani. Eng navqiron rayon bo'lganligi uchun bundan-da qancha yoshi bo'lsa shuncha chiroyli ko'rkam shahar bo'lishiga bugunga kelib hamma ishonayapti. Shuning uchun yildan yilga yoshlarimiz ham, keksalarimiz ham o'z bor kuchlarini shu yerda obod qilish uchun, ko'rkam qilish uchun tinmay mehnat qilishyapti. Dehqon chaylasi. Azaldan dala boshiga qamishdan, qo'g'adan yoki shox shabbalardan chaylalar qurishga odatlanishgan. Ular yozning issiq kunlarida kishilarni cho'lning jaziramasidan, garmserdan himoya qilgan bo'lsa, erta bahorda va kuzda yog'in sochinlardan himoya qilgan. Qodirjon aka garchi chayla deb atagan bo'lsa-da, uning bezatilishini ko'rib hayratimiz ortdi. Garchi rassom yoki dizayner bo'lmasa-da, Qodirjon aka yaratgan turli ramzlar, obrazlar o'zining soddaligi va samimiyligi bilan kishini o'ziga tortadi. Aynan mana shu samimiylik ostida otaxonning ona zaminimizga, yurtimizga, vatanimizga bo'lgan cheksiz mehr-muhabbati yaqqol ufurib turibdi. Kishini vatanni sevishga, halol mehnat qilishga da'vat etadigan mana bu yozuvlar, hikmatli so'zlar ham Qodirjon akaning o'z qo'llari bilan bitilgan ekan.
Qodir aka ertaklarda bog'i eran bo'lardi. Mana sizni fermer xo'jaligingizni mana shu ixchamgina chaylasini ko'rib, xuddi bog'i eramda o'tirgandek bo'lyapman. Qarang, suvni shildirab oqishini, salqinligini, musaffoligini. Ulug'norda mana kuz kelib, ganiga qaramasdan nihoyatda havo qizdiryapti, lekin juda salqin, musaffo havoda o'tiribmiz-da. Buni tashkil qilishga nima sizni undagan, qachon boshlangan? Bahor paytlari ekin-tikin boshlanishi bilan xalqni, ishchilarni dala ishlariga jalb etish. Amaldagi prezidentimizning olib borayotgan oqilona siyosatlari, yig'ilishlardagi viloyat hokimini, tuman hokimini boringki, bizga yo'l yo'riq ko'rsatuvchi yuqori tashkilotlarni dala ishlariga jalb qilish, u yerlarda ishchilar uchun sharoit yaratish uchun dalada ishchilar chaylalarini tashkil qilish va qo'ldan kelgan issiq ovqatlar tashkil qilish. Xalq uchun bebaho bo'lgan rizq-ro'ziq, g'alla, paxta ekinlarni parvarish uchun to'liq aholimizni jalb qilish uchun shunday topshiriqlar bo'lib, shu asosida ushbu dala chaylasi bunyod etilgan. Bu dunyoda barcha narsa unutiladi. Qo'shoqlik, martaba, quvonch, qayg'u. Unutiladi yo'llar, tuyg'ular, yillar. Unutiladi xotdagi birinchi muhabbat dardi. Unutiladi 40 yillik adovat sekin. Unutiladi xotdagi yurakdagi dard. Unutilmas yaxshilar yodi hech, unutilmas ular oldidagi qarz. Chaylaning chor atrofi so'lim va musaffo. Hatto shildirab oqayotgan ariqning ikki chetiga boqsangiz ham qandaydir bir hikmatni uqqandek bo'lasiz. Ariq ustiga qurilgan so'ridan tortib, to kundalik ro'zg'or buyumlarigacha barchasi tabiiy, oddiy tol yog'ochlaridan yasalgan. Qumg'onda ertalabdan kechgacha choy qaynaydi. Demak, mehmon uzilmaydi. Uzoq yaqindan atayin ushbu chaylani ko'rish, uning soyasida nafas rostlab, tabiat go'zalligidan bahra olish uchun kelayotganlarning keti yo'q. Qodirjon aka mehmonlar uchun oddiyroq bo'lsa-da daftar yuritgan. Taassurotlarni yozib qolish mumkin. Aziz bobojon, tan olib aytish kerak, ayni paytda chuqur hayajondaman. Mustaqil O'zbekistonning navqiron farzandi sifatida yurakda iftixor bilan aytamanki, bu chaylada yaratilgan ishlar yuksak e'tirofga sazovor. Har bir tashrif buyurgan inson bu chaylada ona vatanimizning bir parchasini ko'rishi, eng muhimi, yaratgan inom etgan ne'matlarga, tinchlik va farovonlikka shukronalikni his etishi mumkin. Seuldagi Sejant universiteti talabasi Javlonbek Melaboyev. Daftar dil izhorlari bitilgan mana shunday yozuvlar bilan to'lgandi. Andijon juda tez o'zgarmoqda. Chor atrofini qurshab olgan ulkan qurilishlarga, yangi qad rostlayotgan zamonaviy inshootlar, turar joy binolarga qarab dilingiz yayraydi. Kelajakka ishonch bilan boqa boshlaysiz. Ularga qarab faqat faxrlanibgina qolmay, butun dunyoga ovoza qilgingiz, olis yaqindagilar bilan o'z quvonchingizni baham ko'rgingiz keladi. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni ulug'norlik Qodirjon aka ham o'zining fermer xo'jaligini boshqarib, tinchgina dehqonchilik qilib yursa bo'lardi. Biroq atrofdagi o'zgarishlarni ko'rib sabri chidamadi. Toshkentda birga o'qigan yor birodarlarini Andijonga chaqirdi. Biri Xorazmdan, biri Qashqadaryodan, yana biri esa Qozog'istonning Sayramidan yetib keldi. Sobiq kursdoshlar bundan 43 yil muqaddam Toshkent Politexnika institutini tamomlashgan edi. Ularning ko'pchiligi o'sha talabalik yillarida yozgi ta'til bahona Qodirjon akaning uyida mehmon bo'lishgan.
Viloyatni ko'y qo'ya turaylik. Mehmonlar Ulug'nor markazini sayr qilishar ekan, bu yerdagi o'zgarishlarni ko'rib hayratdan lol bo'lib qolishdi. Bu yerda ilgarigi qum barqanlari o'rnida zamonaviy yo'llar, madaniy maishiy inshootlar qad rostlagan. Bir paytlar odam yursa oyog'i, qush uchsa qanoti kuyadigan cho'lning chor atrofi bog' va xiyobonlar bilan qoplangan. Bu yerda sayr qilgan kishi o'zini xuddi shaharda yurgandek his qiladi. Biz mana bu Ulug'nor tumanini markazini ko'rib juda hayratlandik. Chiroyli, juda ham ajoyib bir loyihalashtirilgan. Yurtimizda mana 2-3 yildan beri obodonchilik, obod qishloq, obod diyor degan shunaqangi dasturlar ishlab chiqilyapti-yu, mana bu dasturlardan beri mana shu Ulug'nordan qiyos olsak ham arziydigan joy ekan. Mana shu Ulug'norni bunyod bo'lishida mana shunday holatga kelib gullab yashnashda beshak mana shu Qodirjon do'stimizning mehnatlari singan. Bu inson birinchilar qatori mana shu markazga kelib, mana shu cho'l bo'lgan diyor edi. Biz ham esimiz bilamiz, qumlik, saksovullik, barxanlik bir joylar edi. Mana undan asar qolmagan. Ana shu davrlardan kelib Qodirjon o'rtog'imiz mehnati mana shu yerdan boshladi. Faoliyati shu yerdan boshladi. Bugun bizda O'zbekiston diyorimizga, respublikamizga mana shunday insonlarning mehnati yarashadi. Ularning mehnati natijasida yaralgan mana shu obodon, go'zal mana shu yurtlar bunyod bo'lganligi yarashadi. Biz Samarqand yurtini Samarqand sayqali ro'yi zaminas dedilar. Ya'ni Samarqand yer yuzining sayqali. Lekin bu Samarqand sayqali bo'lgan bilan bitta o'zi sayqal bo'lmay qoldi bu yil. Mana shu kunlarda O'zbekistonda hamma joyi sayqal bo'ldi. Hamma joyi obod bo'lyapti. Shu jumladan mana shu Ulug'nor ana shunday obod bo'lgan diyorlarning qatoriga so'zsiz qo'shsak arziydigan bir diyor ekan. Hamma vaqt men vodiydan havas qilganman. Chunki men yoshligimdan vodiyga juda ko'p kelganman. Ayniqsa hozirgi mana mustaqilligimizdan keyin vodiyda juda katta ishlar bo'lgan. Ulkan ishlar bo'lgan. Qaysi shahriga borsang, qaysi viloyatiga borsang, hamma joyda bir juda katta ishlar qilinyapti. Men bundan juda xursandman. Biz ham bulardan o'rnak olishimiz kerak. Xudo xolasa Qashqadaryoda ham mana hozir ko'p shunaqa qurilishlar, ko'p yaxshi ishlar bo'lyapti. Mana yurtboshimizga katta rahmat. Mana shunaqa sharoitlarni bizga yaratib berganlari uchun. Faqat Andijonning eng chekka hududi hisoblangan Ulug'nordagi o'zgarishlar haqida shuncha so'z, shuncha taassurot. Qodirjon aka mehmonlarga Ulug'norni ko'rsatishni o'ylamagan ekan. Kechki uchrashuvda butun Andijonda ro'y berayotgan o'zgarishlar haqida maroq bilan gapirib berdi. Orada ertaga buni o'z ko'zlari bilan ko'rishi mumkinligini ham eslatib qo'ydi. Tong otishi bilan mehmonlar buyurtma qilingan maxsus avtobusga o'tirib, viloyat markazi tomon yo'l olishdi. Birinchi manzil 3 buloq ziyoratgohi. Bu yer mustaqillikning dastlabki davrida qayta tiklangan qutlug' qadamjolardan biriga aylangan. Atrofi ham yashil, borliqqa anvoyi gullarning muattar bo'yi ufuradi. Ziyoratgoh xizmatchisi Nasibaxon opa mehmonlarga ziyoratgohning tarixi, bu yerdagi mavjud 3 ta chashmaning xislatlari haqida gapirib berdi. O'ngdagi birinchi buloqni xalq mushkul buloq deb atagan. Chunki bu yerda asablarni keyin aniqlanishicha, asablarni tinchlantiradigan minerallar ko'p ekan. Ana shu inson boshi og'risa yo bir boshiga bir mushkul ish tushsa, kelib ichib yuragi yozilgan. Shuning uchun mushkul buloq deb atagan. O'rtadagi buloqni shifo buloq. Keyin tekshirishda aniqlanishicha, oshqozon, o't, ichak yo'llariga foyda beradigan minerallar ko'pligi aniqlangan. Mana bu 3-buloqni baxt, omad buloq deb ko'proq yoshlar, farzand tilaganlar, ish yurishmaganlar shunaqa kelib ichib, mana shu yerdan o'ziga bir taskin topgan, halovat topgan,
Endi mana shuning uchun ilmiy tomondan tekshirilganda ham shu narsa aniqlangan. Endi Allohning o'ziga ko'proq aniq, Alloh o'zi bilguvchi. Bu buloqni yana bittasini, uchala buloqni nimasi gradusi 3 xil. 19, 20, 21 daraja. Ichib ko'rsanglar bilinadi. Shundan so'ng mehmonlar buloqlar yoniga kelib, ulardan chiqayotgan zilol suvni birma-bir tatib ko'rishdi. Chashmalar yonma-yon joylashgan bo'lsa-da, chiqayotgan suvning ta'mi, ularning harorati bir-biridan farq qiladi. Bu ham bo'lsa yurtimizning mo'jizalarga boyligidan yana bir nishonadir. Navbatdagi manzil Andijon Registoni deya e'tirof etilayotgan jome yodgorlik majmuasi bo'ldi. Ushbu majmua jome masjidi, balandligi jihatidan vodiyda yagona hisoblangan ulkan minora hamda madrasadan iborat bo'lib, 19-asrning oxirida bunyod etilgan. O'sha davrda Andijonning yurtparvar insonlaridan biri bo'lgan Mirkomilboy eski shaharni Andijonning eng ko'rkam hududlaridan biriga aylantirish maqsadida katta qurilish va obodonlashtirish ishlarini olib borgan edi. Bugunga kelib prezidentimizning qo'llab-quvvatlashi, shaxsan viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonovning sa'y-harakatlari tufayli ota-bobolarimizning asliy orzusi ushlandi. Eski shahar me'morchilikning milliy va zamonaviy an'analari uyg'unligida ko'rkam qiyofaga ega bo'lib, o'zining ikkinchi umrini o'tay boshladi. Andijonga kelgan har qanday mehmon albatta ushbu majmuani ziyorat qilmasdan ketmaydi. Bog'i Shamoldagi Bobur nomli milliy bog' ziyoratchilarning ko'pligidan oyoq bosgani joy qolmagan hisob. Ilgari bu yerga asosan Farg'ona, Namangan, Marg'ilon, Qo'qon singari vodiy shaharlaridan dam olgani kelishardi. Bu yil ziyoratchilarning geografiyasi ancha kengaydi. Endi bu yerga respublikamizning barcha hududlaridan, shu jumladan qo'shni Qirg'izistondan ko'plab sayyohlar tashrif buyurishyapti. Ular uchun qulay infratuzilmaning yaratilganligi sayyohlar oqimi ko'payishiga xizmat qilmoqda. Mehmonlar ushbu majmua bilan yaqindan tanishib, Bobur Mirzoning ramziy qabrini ziyorat qilishdi. Men Andijonni o'zi o'qish davrida 74-75 beri taniydigandim. Men bu hozir kelib juda ham katta o'zgarishlar borligini, u yerdagi manzaralarni ko'rib juda xursand bo'lib ketdim. Oliy darajaga yetishganligim maqomiga borganini ko'rdim. Andijonga borgan paytimizda u yerdagi jami majmuasini ko'rdik. Undan oldin Ulug'norning o'zgarishini ko'rdik. Bu yerda juda ham katta ishlar qilinganligini, amalga chiqqanligini ko'rayapmiz. O'zbekistonning rivojlanishi bor ekan deb bemalol eda bilamiz. Undan keyin men ayrim taassurotlarimni, chizmalarimni o'zim qishlog'imda ham amalga oshirsam bo'ladigan holatni ko'rdim. Sababi bizlarda ham qadamjolar bor. Biz bir qadamjoni ko'rdikdagi unda ishlab qo'ygan manzarani men o'zimning ko'z bilan ko'rib lol qoldim. Haqiqatan ham bizlarda ham shunday qadamjolarni chiroyli manzara qilib qo'ysak bo'lar ekan degan niyat bo'ldi. Mana shu bilan birgalikda men hozir Bog'i Shamolni bir paytlari ko'rganimda bunday manzara daraxtlaring kam edi, kam. Andijondagi imoratlarning solinishi, ko'chalarning to'g'ri tashkil qilinishi bu rivojlanishning yaxshi amalga oshgan. Endi bizlarda ham xuddi mana shunday Qozog'istonimiz o'zida ham Astana shahrini yangilab qurganmiz. Butun hammasi hozirgi madaniyatga mos holatda. Bu yerda ham xuddi shu madaniyatlarni ko'raytma, qozoq o'zbekning birligi, totuvligi, ittifoqligi har doim yaxshi madaniyatga oshib bersin. Tilakdoshman. Mana kechadan beri Farg'ona vodiysining Andijon viloyatida mehmon bo'lib, ajoyib joylarda safarga chiqib, aylanib, o'z ko'zimiz bilan Durdona ekanligiga ishonch hosil qildik. Mana hurmatli neftchilar komandasi Qodirboy akamizning xonadonida bo'ldik. Atrofidagi hokimiyat binolari, ajoyib joylari bilan tanishdik.
Kechqurun juda ham bir ajoyib uchrashuv bo'lib, yoshliklarini, o'qigan davrlarini eslashib, ajoyib suhbatlar bo'ldi. Mana bugun ikkinchi kunki, Andijonimizda yana sayohatimizni davom ettiryapmiz. Mana hozir Bobur bog'ida turibmiz. Ajoyib allomamiz, bobokalonimiz yashab o'tgan, yurgan joylarida bo'ldik, qabrlarini ziyorat qildik. Juda ajoyib taassurot qoldi bizda. Mana Andijonni juda so'lim joylarini ko'rish Allohga nasib ayladi. Ko'rib juda ko'zimiz quvnab, hammamiz mana turmush o'rtoqlarimizni orqasidan bizga ham ko'rish nasib ayladi. Ilohim bular sog' bo'lishsin. Mana bog'i shamol joy degan joyga o'tiribmiz. Juda ko'rkam, so'lim, gullar bag'rimiz ochilib, ko'zimiz quvnab, juda katta taassurotlar bilan ketyapmiz. Juda ko'p mamlakatlarda bo'lganmiz sayohatda. Lekin men bugun Andijonga kelib, hech qaysi davlatga o'xshatmadim buni chiroyini. Hozir tepadan turib shunaqangi bir manzaralarga boqib, bir Yaponiya davlati ham bundaqa emasda, shunaqangi chiroyli taassurotlarga ega bo'ldik. Albatta o'zing yashab turgan zamin haqida bunday iliq gaplarni eshitish nihoyatda yoqimli. Bunday e'tirof mezbon sifatida Qodirjon akaning qalbini tog'dek ko'tardi. Mana mustaqillik bo'lgandan beri respublikamizning turli viloyatlarida bo'ldi. Turli shaharlarda ko'rdim, turli tanish-bilishlar bilan ko'rdim. Har bir zaminning o'z farzandi, o'z ojoti bo'lganidek, buyuk Andijonimizda bo'layotgan ishlarni respublikamizning har bir chekkasiga yetkazish. Qolaversa qo'shni davlatlardagi tanish-bilishlarga yetkazish. Boburning yurti o'ta chiroyli, o'ta o'z qalbiga tortuvchi yurt ekanligini ko'rsatish orzuyim edi. Bugun respublikaning hamma oblastidan, qo'shni Qozog'istondan 2 oila ishtirok etib, Andijon viloyatining Ulug'nor tumanidan boshlab to Andijon shahrini 6-7 rayonigacha aylanib bu yerdagi bo'layotgan o'zgarishlar, bu yerdagi olib borilayotgan ishlar yuzasini maqtana bildi va ularning qalbida Andijon yurtida, Bobur yurtida fidoyi insonlar ona vatanni sevishini yana bir karra vodiy ahli respublika oldida Boburning yurtini maqtashga muyassar bo'ldi. Siz mendan ko'p so'raysiz, armoningiz bormi? Armonim bor. Yetdimi gizza deyishadi. Tajmahal. Bale. Tajmahalni Bobur qurgan. Ona yurtida bir kun Tajmahal binoga keladi. Uni sizu biz yaratamiz. Mehmon kutish, unga izzat ikrom ko'rsatish qon-qonimizga singan. Yurting haqida, uning betakrorligi to'g'risida bir og'iz shirin so'z eshitishning esa gashti bo'lakcha. Shuning uchun ham biz uni sevamiz. Ona vatan deya ko'zlarimizga to'tiyo qilamiz. Norim qasida Ulug'nor tumani tashkil etilganligi 50 yilligiga va do'stim Qodirjon Qo'ziyevga bag'ishlanadi. Qatorda nor Ulug'norim, nomusorim, iftixorim, mamlakatda o'rni borim, Ulug'norim, qutlug' norim, vatan ichra, vatan o'zing,
xazon bilmas chaman o'zing, esar edi garim sellar, senda bir payt changib to'zib. Bir emas kim qancha millat, ahli bunda chekdi zahmat, yashnatdi cho'l hayotini, baynal milal salohiyat. Sarson qumlar, bo'ri qumlar, qani aytsin bilsa kimlar, o'tdi bo'yra bardon to'qib, kun kechirgan qora kunlar. Qatorda nor, ulug' norim, nomusorim, iftixorim, mamlakatda o'rni borim, ulug' norim, qutlug' norim. Farzandlaring bordi jahon, urushiga mash'um zamon, zafar quchib mardonavor, quchog'ingga qaytdi omon. Bunda front ortida ham jon ahling jon chekdi udam. Bunday sabr matonatni bilmagan hech bilmas olam. Qatorda nor, ulug' norim, nomusorim, iftixorim, mamlakatda o'rni borim, ulug' norim, qutlug' norim. Jahiliyat davrin ko'rding, boshing necha toshga urding, dorilamon kunlarga ham yetding, shukr qilib yurding. Cho'ldan meros yozing issiq, bulutli kun deyarli yo'q, agrar tuman yerlarida, demakki soz hosilda cho'q. Ko'l yaratgan senda xoliq, yashar ko'lda oltin baliq, baliqchilik halol kasb, xalq qumini poklaydi xalq. Ulug' norim, ulug' norim, qatorda nor, ulug' norim, nomusorim, iftixorim, mamlakatda o'rni borim. O'tmaganday to'y bayotsiz, uchmaganday qush qanotsiz, yashab bo'lmas bu dunyoda ma'naviyat ma'rifatsiz. Muxbirlar-u qalamkashlar odamlarni olg'a boshlar, dong'i chiqqan hofizlaring tashnalariga zavq ulashar. Ulug' norim, ulug' norim, qatorda nor, iftixorim, mamlakatda o'rni borim, ulug' norim, qutlug' norim. O'tmishingdan xotira shan, balqarunda bunda barham, chorig'ingni unutma deb jon otalar qo'yib ketgan. Yangi yurtda tuman yangi, o'tgan har anjuman yangi. Ulug' norlik qiz aytadi, cho'l gulidan yuzim rangi. Uchinchi uyg'onish davri, g'aflatlardan tonish davri. Ulug' norlik yigit aytar, el yurt uchun yonish davri. Qutlug' bo'lsin 50 yoshing, omon bo'lsin aziz boshing, osmoningni tark etmasin tinchlik qushing, baxt quyoshing. Qatorda nor, ulug' norim, nomusorim, iftixorim, mamlakatda o'rni borim, ulug' norim, qutlug' norim.